Muxondagi marhamatdagi eng yaxshi oshqozon ichak tekshiradigan apparat qayerda? Hozir men senga to'liq ma'lumotini aytaman. Ukajonim, men senga aytsam, sen diqqat bilan yozib ol yoki eshitib ol. Marhamatning sentrida Raygaz va Shoshilinch o'rtasida Sog'lom hayot degan klinika ochilgan. Ushbu klinikada Muroduljon aka degan gastroenterolog, terapevt, juda tajribali mutaxassis fibrogastrododenoskopiya, ya'ni xalq tilida aytganda zond yutish va tekshiruvlarni qilib boryapti. Hozir men senga hattoki apparatini ko'rsataman. Qani yur men bilan. Yur. Ushbu maxsus xona va maxsus apparatimizning nomi Sanascape 350 HD. Bunda kasalni hamshira tayyorlab, maxsus zonaga ushbu kushetkaga yotqiziladi. Va mana bu fibrogastroskop bilan oshqozon ichak hazm sisteming to'g'ridan-to'g'ri ko'riladi. Mana uchida video kamerani mas turibdi. Va ko'rilayotgan holatda ekranga HD formatida oshqozon ichak hazm sistemasining rasmlari yoki tasviri chiqib turadi. Jonim ko'rding. Marhamatli yagona bo'lib turgan Sanascape 350 HD, qaytaraman, HD apparati faqat Sog'lom hayot klinikasida bor. Ana ustoz ham kelyapti o'zi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Murodjon aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tekrar siz haqingizda video olayotgandik. O'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'ta olasizmi, iltimos? Men Qushboyev Murodjon Sodirovich, vrach xirurgiya endoskopistman. 15 yil tajriba staji bor. Yaxshi. Xo'p, azizlar, kimda-kim ustozni qabuliga yozilmoqchi bo'lsa, ya'ni fibrogastrodonskopiya yoki bo'lmasam konsultatsiya xirurgiya yoki bo'lmasam shunchaki o'zingizni 1 yilda 2 marta tekshiriladigan tekshiruvlardan o'tmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Esingdan chiqmaydi-a?